Yaxşımısızlar köpçülük bugün ailede yeyişlik bo'lgan yutaz tayyorlash usulini o'rganamiz. Oldi bilan muvofiq miqdordagi unga 5 gram ko'ptirgich ilman suv quyib xamirni bo'shroq yo'g'iramiz. Xamirni yo'g'irib bo'lgandan keyin o'rash xaltasida o'rab 2 soat bo'ldiramiz. Xamir bo'lgandan keyin tuz suvi, kraxmal suvi qatorliqlarni tez chipib, xamirni bir qitim tez yo'g'irib ishlaymiz. O'rash xaltasida o'rab uni tindirgandan keyin xamirni yeyib xamir yuziga aralashmayni tez surkaymiz. Xamir filmdek bo'lgandan keyin xamirni yo'g'ib, filmdek shakl chiqargandan keyin o'rash xaltasida o'rab uni tindirgandan keyin qasqan suv quyib jumbilni maylab tez chizamiz. 20 minut normal o'tda dumlab pishirgandan keyin qasqanni ilib o'zimiz yoqtirgan issiq soy yoki sovuq soy bilan tang iste'mol qilsak bo'ldi. Intayin yeyishli